Aholi salomatligini muhofaza qilishning muhim shartlaridan biri bu profilaktika ishlarini o'z vaqtida va to'g'ri tashkil etishdan iborat. Shu sababli mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimida aholi uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklarni tashkil etishga katta ahamiyat qaratiladi. Ayniqsa birlamchi tibbiyot bo'g'inlari, oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida tashkil etiladigan tibbiy ko'riklar ko'plab kasalliklarni barvaqt aniqlash va davolash choralarini ko'rish imkonini beradi. Bunday tibbiy ko'riklar esa nafaqat tibbiyot muassasalarining o'z ish rejasiga ko'ra, balki turli jamoat tashkilotlari, mahalliy kengashlar deputatlari tashabbuslari bilan ham tashkil etilib kelinmoqda. Buxoro shahar kengashi deputati Ra'no Ismatova tashabbusi bilan Buxoro shahridagi 10-son oilaviy poliklinikada navbatdagi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Bugun hududimizga tashkillanayotgan tibbiy ko'rikdan asosiy maqsad bu aholimizni sog'ligini asrash, erta tashxislash, ularga profilaktika demak kunlarini profilaktika tibbiy ko'riklarini o'tkazishdir. Men o'ylayman, bunday tadbirlar aholimizni sog'ligini yana tiklashiga, ularni erta kasalliklarni oldini olishda, ularni uzoq umr kechirashlariga albatta bir zamin yaratadi, imkon yaratadi deb o'ylayman. Mana kuni kecha prezidentimizni sog'liqni saqlash tibbiyot sohasi bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida ayniqsa oilaviy shifoxonalardagi, oilaviy poliklinikalarda mana faoliyat ko'rsatadigan shifokorlar, hamshiralarimizni moddiy qo'llab-quvvatlash, ularni oylik maoshlarini oshirish to'g'risida juda bir muhim qarorlar qabul qilindi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu ayniqsa mana shunday o'z ishiga chuqur mehnat qiladigan, yondashadigan shifokorlarimizni, ya'ni oilaviy shifoxonalarda faoliyat ko'rsatadigan shifokorlarimizni, hamshiralarimizni mehnatiga berilgan bir yuqori e'tibor va ularning mehnatini qadrlash deb o'ylayman. Shu kuni tibbiy ko'riklarga oilaviy poliklinika shifokorlaridan tashqari viloyat davolash muassasalaridan ham tajribali mutaxassislar jalb qilinib, aholi vakillarining salomatligi nazoratdan o'tkazildi. Ko'riklarda poliklinika hududidagi 4 ta mahallaning 100 dan ortiq fuqarolari qamrab olindi. Juda xursandmiz. Tibbiy ko'rikdan har 6 oy tibbiy ko'rikdan o'tib turamiz. Bu katta, bu o'zingiz nima deydi endi, ruhingiz balandlashib, nima qiladi, e'tibordan. Bu katta e'tibor, davlatimizning e'tiboridan, rahbarimizning e'tiborlaridan, mana shunaqa tashkilotlardan juda xursandmiz albatta. Tibbiy xizmatlardan albatta katta rozimiz, chunki kundan kunga nimalar ko'payapti. Har xil muolajalar, har xil mana yaqinda uskunalar, yaqinda UZI nima qilindi. Chunki profilaktika juda yuqori saviyada. Shundan xursandmiz albatta. Tibbiy ko'rik davomida fuqarolarga to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi tamoyillari ham atroflicha tushuntirildi. Aniqlangan kasalliklarni davolash bo'yicha tavsiyalar berildi va davolash muassasalariga yo'naltirildi.